Salom aziz kuzatuvchilar. Ko'pchilik mendan so'raydi, Hasan Qotilovich Germaniyaning qaysi klinikasida ishlaysiz deb. Men hozirda Germaniyaning Frankfurt shahrida joylashgan University Hospital klinikasining onkologiya bo'limida target terapiya va kimyoterapiya bo'yicha ish olib boraman. Video davomida ushbu klinika haqida to'liq ma'lumotlar berishim. Ushbu klinika 1914-yilda tashkil etilgan bo'lib, Germaniyaning eng yirik, eng nufuzli tibbiyot markazlaridan biri hisoblanadi. U Frankfurt universitetining rasmiy o'quv va ilmiy bazasi hisoblanadi. Bu yerda nafaqat davolash, balki ilmiy tadqiqotlar, klinik sinovlar va yangi onkologik preparatlarni amaliyotda joriy etish ishlari olib boriladi. Klinika davlat tizimiga qarashli bo'lsa-da, xususiy xizmatlar ham keng yo'lga qo'yilgan. Bu markaz xalqaro akkreditatsiyaga ega va Germaniya, Yevropa, Osiyo hamda MDH mamlakatlaridan kelgan bemorlarni qabul qiladi. Onkologiya bo'limida kimyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya, jarrohlik, radioterapiya, palliativ va reabilitatsion yo'nalishlarida keng ko'lamli xizmatlar ko'rsatib boriladi. Davolanish narxlari Germaniya standartlariga mos, ya'ni yuqori, biroq natijalar ham shunga yarasha juda yuqori darajada bo'ladi. Davolash sifati, texnologiyalar, qo'llaniladigan preparatlar va nazorat tizimi xalqaro protokollar, ya'ni ESMO, ASCO va NSSN misollariga to'liq mos keladigan sharoitlarda bo'ladi. Shu bilan birga Toshkentda Euro Union Onco Klinikda ham aynan shu turdagi xalqaro preparatlar, immunoterapiya, target terapiya dasturlari qo'llaniladi. Farq shundaki, narxlar umumiy summadan 3-4 barobar arzonroq bo'ladi. Chunki u yerda xizmatlar, dori vositalari va diagnostika xarajatlari Germaniyadagi nisbatan ancha qulayroq bo'ladi. Ammo davolash sifati, dori standartlari va klinik yondashuv bilan bir xil xalqaro talablarga mos tarzda Toshkentda ham ushbu amaliyotlar olib boriladi. University Hospital Frankfurt bu xalqaro bemorlarni rasmiy qabul qiluvchi markaz hisoblanadi. Ya'ni bu yerda xorijlik bemorlarga tarjimonlik, transport, sug'urta va viza masalalarida to'liq yordam ko'rsatiladi. Agar sizni ushbu video qiziqtirsa, keyingi videolarda men ushbu markazning onkologiya bloklari, laboratoriyalari, operatsion zallari va davolash jarayonlarining real misollarini ham ko'rsatib boraman.